juda ham tezlik oqibatida ayanchli holatga kelgan. Bizning oldimizga keladigan avariyalarning asosan 70-80% qismi tezlik bilan yo'l transport hodisasiga uchrab kelyapti. Hozirgi ko'rayotgan BYD Son Pro mashinasi mana ko'rasizlar, juda ham tezlik oqibatida ayanchli holatga kelgan. Juda ayanchli holatga kelib qolgan. Shuning uchun men har doim aytaman, iloji boricha tezlikni me'yorda ushlab yurish kerak. Har doim nima bo'lishidan qat'iy nazar. Bu endi baxtsiz hodisa. Hech kim boshiga bunaqa holat tushmasin. Bu mashinaga yetkazilgan zararni baholaymiz. Ixtiyoriy sug'urtasi bor, 100% sug'urta. Yetkazilgan zarar, ya'ni mashinani tiklash xarajati ixtiyoriy sug'urtani bo'ynida yetkazilgan, ya'ni chiqarilgan summani sug'urta to'lab beradi shartnoma bandlariga muvofiq.